Agar sen har kuni atigi 10 sahifa kitob o'qisang, 1 yil ichida bu 3650 sahifa bo'ladi. Bu esa taxminan 12 ta kitob degani. Endi bir o'ylab ko'r. Har bir o'qigan hikoyang, har bir o'zlashtirgan g'oyang miyang tomonidan haqiqiy tajribadek qabul qilinadi. Kitob o'qish faqat ma'lumot bermaydi, u miya qanday ishlashini o'zgartiradi. Yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk insonlarning butun hayoti, fikrlashi va falsafasi, bularning barchasi bitta kitob ichida jamlangan bo'ladi va sen uni bir haftada o'qib tugata olasan. O'ylab ko'r, bu qanchalik ajoyib va hayotingni o'zgartiruvchi narsa. Bu videoda men senga kitob o'qish qanday qilib miyangni o'zgartirishini va nima uchun hoziroq boshlashing yoki ko'proq o'qishing kerakligini ko'rsataman. Ishon, bunga arziydi. Endi uzoq vaqt o'qishga o'zingni o'rgatish uchun dopamin darajangni boshqarishing kerak. Bu degani telefonni varaqlamaslik, bildirishnomalarni tekshirmaslik, boshqa videolarga chalg'amaslik. Shunchaki videoni to'liq ekranga qo'y va faqat shunga e'tibor ber. Birinchi qism. Kitob o'qish bu shunchaki ma'lumot emas. Kitob o'qish faktlar yodlash emas. Bu boshqa bir hayotni yashash. Bu qisqa vaqtga bo'lsa ham boshqa inson bo'lib ko'rish. So'nggi 5 yil ichida men 150 dan ortiq kitob o'qidim va har biri mening fikrlashimga ta'sir qildi. Har bir kitob ichimda iz qoldirdi. Masalan, Fight Club menga ajralishni, detachment o'rgatdi. Meditations, stoicismni, Atomic Habits, odatlarni, Mastery, fikrlashni o'zgartirishni, Shoydog, biznes tafakkurni. Har bir kitobning maqsadi bor, har biri seni o'zgartiradi. Qiziqarli fakt, sen o'qiyotganingda miyang haqiqiy hayotdagi tajribadagi kabi ishlaydi. Ya'ni tajriba qilganingda qaysi joylar ishlasa, o'qiganda ham o'sha joylar ishlaydi. Shuning uchun boshqalarning xatolaridan o'rganasan, muvaffaqiyatli odamlarni takrorlay olasan, o'zing uchun natija yarata olasan. Agar kimdadir sen xohlagan muvaffaqiyat bo'lsa, u haqda o'qi. Hikoyalar his-tuyg'ularni uyg'otadi, empatiya, qo'rquv va istaklarni kuchaytiradi va ular seni ichki darajada o'zgartiradi. Kitob o'qish bu shunchaki ma'lumot emas, bu oqibatsiz tajriba. Ikkinchi qism. Kitob o'qish miyangizni o'zgartiradi. Bir gap bor. Har bir o'quvchi lider emas, lekin har bir lider o'quvchidir. Kitob o'qish e'tiborni kuchaytiradi, xotirani rivojlantiradi, tushunishni oshiradi, empatiyani kuchaytiradi. Oddiy qilib aytganda, scroll qilish tez reaksiyani o'rgatadi, o'qish chuqur fikrlashni o'rgatadi. Ko'pchilik hayotni o'zgartirmoqchi bo'ladi, lekin muammo shuki, agar sening kimliging sen xohlagan natijaga mos kelmasa, o'zgarish qiyin bo'ladi. Sen o'z identitetingdan ko'proq ishlay olmaysan. Shuning uchun eng yaxshi yo'l o'zingni o'zgartirish va kitob o'qish bu identitetni o'zgartiradigan eng kuchli vositalardan biri. Bu tez bo'lmaydi, lekin agar 1 yil davomida kuniga 10 sahifa o'qisang, sen o'zgara boshlaysan. Uchinchi qism kelajakdagi sen. Men oldingi o'zimga qarasam, u o'qigan kitoblarimdan hayron qolardi, lekin men undan ham ko'proq minnatdorman. U birinchi kitobni ochgani uchun kitob o'qish mening hayotimni o'zgartirdi. Endi tasavvur qil, kuniga 20 sahifa o'qisang, yiliga 7300 sahifa. Bu esa 24 ta kitob. 1 yilda 24 ta kitob o'qigan odam qanday o'zgaradi? Har bir kitob seni ozgina o'zgartiradi. Bu o'zgarishlar kunlik sezilmaydi, lekin vaqt o'tib 1% o'zgarishlar yig'ilib katta natija beradi. Kitob o'qish bu odat emas, bu identitet o'zgarishi. Oxirgi fikr, kitob o'qish bizga joyimizdan chiqmasdan sayohat qilish imkonini beradi. Agar sen hayotingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, kitob o'qishni boshlagin. Bu seni ichingdan o'zgartiradi.